Bu videoda sizga savdo stilajlaridan aynan devor bo'ylab stilajlarni o'rnatishni qadam-ba-qadam o'rgatamiz. Buning uchun bizga bir tomonli ustunlardan ikkitasi kerak bo'ladi. Ustunlarni xuddi shunday tik holatda ushlab olasiz. Ustunlarni sizni sherigingiz ushlab turishi kerak bo'ladi. Siz mana shunday orqa panellarni ko'tarib olasiz. Orqa panellarimizni tishlari bo'ladi. Aynan shu tishlar pastga qarab turishi kerak. Siz bu tishlarni ustunlarning teshiklariga kiritishingiz kerak bo'ladi. Ustunning pastki qismidagi birinchi teshik bo'sh qoladi. Siz esa orqa panelning tishlarini ikkinchi teshikka kiritasiz. Keyingi tomonni ham ustunning pastidagi birinchi teshikni qoldirib, ikkinchi teshikka kiritamiz. Ikkinchi orqa panelni ham xuddi shu tarzda joylashtiramiz. Ustunning pastki qismini oyog'ingiz bilan xuddi shunday bosib olishingiz kerak bo'ladi. Agar orqa panellar tushmasa, uni kaftingiz bilan xuddi shu tarzda urishingiz kerak bo'ladi. Orqa panellarni joylashtirib bo'lganingizdan keyin stilajning pastki tokchasini o'rnatasiz. Endi navbat qo'llarga. Siz qo'llarni o'zingizning mahsulotlaringizga qarab yuqoriga yoki pastroqqa joylashtirishingiz mumkin. Qo'llarni joylashtirayotganingizda qo'lning eng yuqoridagi tishi birinchi navbatda stilajning teshigiga kirishi kerak bo'ladi. Keyin pastdagi teshikka kiritasiz. Xuddi shu holatda davom etasiz. Avval yuqorisini, keyin pastini. Agar tokchalar tushmasa, ularni chapga yoki o'ngga surib, osonlik bilan tushirishingiz mumkin. Agar tokchalar mana shunday qo'llar ustiga chiqib qolsa, buni ham kaftingiz bilan urishingiz mumkin. Narxgichlarning yuqori qismida mana shunday shaffof tili bo'ladi. Xuddi shu tili yuqorida qolishi kerak bo'ladi. Stopperlarni esa narxgichlar va tokchalar o'rtasidagi mana shu yo'lga kiritishingiz kerak.